Assalomu alaykum barcha obunachalarimizga. Xo'p do'stlar, bugungi obzorimizda Lacetti 1.8 motorda 2009-yilda ishlab chiqarilgan qora rangda mexanika mashinamiz do'stlar. Xo'p, kraskalarni yana ekranlar ostida telefon raqamlari bo'ladi, aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olamiz. Bir ikkita joylarda bor deyaptilar, yana kelib ko'rib tekshirib olasizlar do'stlar. Xo'p. 1.8 motor, propan gazlari bor, mashinamizda konditsionerlari bor. 4-avlod propan gazlar bilan jihozlangan. Pultlari ham bor. Motor, korobka, ходовойlarda umuman ishi yo'q. Zavazda o'zini 15lik quyma diskalarda mexanizmlar holati yaxshi. Mashinamiz probegi 200 ming probegda turibdi. Orqonlarimiz tonirovka. Xo'p, zavod chiqolarda evakuator 7 depoliklar bor. Orqa salon holatlari. Tushunarli bo'ldi. Samarqand Qarshi yaqin joyda turibdi mashinamiz. Aka, keling. Buni narxini necha pullar deyapmiz? 6,5 deyapmiz. 6,5 deyapmiz, o'tib beramiz, ha? O'tib beramiz, ha, kelish. Realni pul chiqadigan joylar nechilar bo'lsa gaplashib ko'ramiz. Kelishamiz agar yo'q, shunday qilib tursak. Ha, realni olaman deb aloqaga chiqsa kelishamiz, ha? Nasiya variant yo'q. Yo'q, nasiya naqd. Mayda mashina matspatizlari bo'lsa barter qilamiz, sostenasiga qarab. Nexia Endi uni sostenasiga qarab bo'lsa. sostenasiga qarab o'ylab ko'rib kelishsa bo'ladi. Xo'p, bitta telefon raqamingizni ayting. 93lik 93lik 995 995 96 9614 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Qiziqganlar bemalol aloqaga chiqamiz.